أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك hazır söz kafirlarla münafıklar getirsin ama münafıkların sıfatlarını ahvalını bayan kılıdır. Ulaike aşula. Ulaike ne ismi işare bu? Karib mi, baid mi? Baid. Hadihi tilke demiz bu. Baid işaret. Baid mi ya karib mi? Baid. Ulaike diyen karib mi? Muşula, aşula diyen. Kuşun tekşirip bakma. Ma tavşirok. Ulaik ismi işareleri karib mi, baid mi? Tavşirok. Ulaike yani muşula yani aşu sıfatı bayan kılıngan mubtada ve haberu. Demek müşahede muşla degene mubtada. Bunun haberi ellezine iştarav dalalet bil huda. İstabdaluha deydi. Şira degen aslen şira degen mubadala. Şuna fıkıhda beyanı tarif kılsak mubadalatı malın mutakavvim bi malın mutakavvim. Ama bu şira degen Arapçada ve şara degen söz addad qatar açıldı. Şara degen aynı vaqtda setib oldi degan bo'ldi, sotdi degan bo'ldi. Endi addad var. Asas degan ham kel degan bo'ldi, katta degan bo'ldi. O'sha jiqimdi. Javon degan aq degan bo'ldi, qora degan bo'ldi masalan. Allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda, yani istabdaluha. Bayani gapni keyin qo'yilib atilganmi? Baya degan bu ayrim so'z, lekin xasraqim. Ama shira degan ham sotgan ham olgan. Demak almashtirishdan iborat. Va sharahu bi thamanin bakhs. Oyatdan keyin lavzini bir qatim tarjimasini qatim gapirib anlaydi. Mayli. Demak sufti bayon qilgan ashula azg'ulluqni hidoyatga tegishib etganlar edi. O'sha tegish deymiz endi. Istabdaluha. Shira degan setibag'likni bildirdi, setishni bildirdi. Demak bu almashtirish degan mazmun, tegi mazmun shu. Almashtirib etganlar edi. Vaqtaruha alay. Demak anında ma'ni afzal ko'rib, ma'ni tanlaganlar edi. Azg'ulluqni tanlabdi ular. Hidoyatni tashlab qo'yib. Va innama qala ishtaraw ad-dalalata bil huda va lam yakunu ala huda. Bunyatda bular boshda bir hidoyat ustida bular. Uningdan keyin andin zalolatni tanlagan bo'lsa, almashtirgan bo'ldi. Amaliyotda bular asli hidoyat ustida bilib bakmagan deydi. Bunda turuqliq almashtirdi deydi, tegishdi deydi. Nima uchun? Li'annaha fi qaumin amanu thumma kafaru. Bu bir tafsirga asosan degan. Boshda iymon aytib, keyin kafir bo'lganlar haqida kelgan deb turmoqdi. Ma bir tafsirda. Aw fil yahudillazina kanu mu'minina bi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam. Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon aytib, hidoyat ustida bo'lgan bir yahudilar haqida kelgan. Yani şöyle iman edip anda münafık olup gitgendek mesela, müşüler hakkında kelgendir. Falamma ja'ahum kafaru bih. Başta Resulullah ibadetliştin ilgili müşünde yati ismuhu Ahmad da. Ahmad da bir peygamber kıldı da şu Resulullah'ın ibadetlişini kütken. Ki Resulullah ibadetlişken çağda, gaççada, esed kıyarlık cihatten ya başka cihatten haqni qabul qilmay tangan. Demak bu hidoyat ustida batdi, burun hidoyat batdi, keyin azg'ulliqni almashtirdi deydi. Aw ju'ilu litamakkun aw ju'ilu ala hidayah litamakkunihim minhu deydi. Xuddamda qo'l oldi batdi yani. Erishalidigan holatda hidoyat oldi dedi. Yani alay desa alalaydi buni. Buni ammay ma'ni tashlagan ekan, xuddi hidoyat mubaq oldida azg'ulliq mubaq, lekin bular ana ammay ma'ni oldi. Imkoniyati bor turug'liq demakchi. Shunda imkoniyati bor bo'lganlikda xuddamda bu hidoyatni tashlab qo'yib ma'ni olgandek shunda qilindi demakchi. Ju'ilu litamakkun minhu. Ka'annal huda qa'imun fihim. Xuddi hidoyat ashunning orasida bordek. Lekin bular azg'ulliq qilib uni tashlatdi dedi. Wa fihi dalilun ala jawazil bay'i ta'atiyan. Hadiram nima boshqa o'tkilib ketdi. Bay'at ta'ati degan Yol muata ta'ati. Bu söz qilmaylam, gap söz yo'q, sharikat orqali ham bir narsa elish. Masalan, avtobusga chiqamiz, gap qilmaylam, 50 qurushni bersak, biz bilet kisporda, biz bilet olma satdim degan gap yo'q. Bir kun bir bilan gizimizni ko'tarib ketamiz. Bundan fuqaroning o'tirda talash tartish bor. Bo'ladi, bo'lmaydi. Ba'zilar mutlaq bo'ldi, ba'zi mutlaq bo'lmaydi. Ba'zida yo'q, qimmat naslida bo'lmaydi, azal nasl bo'ldi. Buni o'rinda bidayatul mujtahid, yani fiqh muqaranda chiqadi. Li'annahum lam yatalaffadu bi lafz ash-shira. Amaliyotda bu unda ilm satan degani u yerda o'qishdan iborat. Buni qilgan ishini xuddi bir tijoratchi bir malni ilm satib bunda qilgandek shuni o'qishtiradi. Lekin buningdan fuqaholar bizning so'zdimi, gap so'z qilishmaylar, oldim satdim demaylar, qachida pulni berib nimani ko'tarib mansab bo'ldi ekan deganini
delil chiqadi dedi. Ha, müşahid. Endi tijoratchining qilayotgan ishiga bunda o'xshatib, ashuni tijoratchiga o'xshatyapti hozir mayat. Nima? Cho'ng oyog'ida famarabahat tijoratihum deydi. Va tijorat masalasi bu. Demak, bundan fuqarolar taraffuz qilmasdilar, so'z satiq qilgan lafzni demaylar, ilm satim qilsa bo'ldiganligiga dalil chiqadi. Walakin tarakul huda bid-dalala. Oldim satdim demaylar, hidoyatni tashlab qo'yib, qancha azg'ullikni ko'tarib mangdi deydi. An ixtiyor, o'z ixtiyorlik bilan. Bismi yo'q bu yerda. Va summiya dalga shira'an mush ish endi Qur'on Karimning ta'biri bilan shira deb ataldimi, ataldi. Undan keyin shira shunda talaffuz qilmasin bo'ldi ekan demakchi. Fasara dalilan lana. Demak bu bizning qarashimiz uchun dalil bo'ldi deydi. Mana fe'lan. Ala anna man akhadha shay'an min ghayrihi wa taraka alayhi 'iwadahu birdahu faqad ishtarahu. Birisidan bir narsani elab, buning badalini kitabning roziqdan qo'yib qo'ysa, uni sotib olgan bo'ldi. Va illa matakallam bihi, ig'zaki bir narsa demismi deydi. Oldim satdim demismi. Va dalalatu al-jawru an al-qasd. Endi azg'ullik degan nima mishada? Maqsaddan qayrilib ketish degan. Jawr degan. Jawr degan qayrilish. Zulm deymiz-ku? Zulm degan shu meylimdi. Adolatdan qayrilib ketganda zulm bo'ldi. Demak, nishon var bizdan. Nishon qarab mana o'tib, qatchida u ham bu yoqqa qayrilib, yo'ldan adishib ketsak, ezib ketgan bo'ldi-ku. Mushunda. Ezish degan bo'ldi. Va faqdul ihtida hidoyatni yo'qotib qo'yadi. Yo'lni tepib menishni yo'qotish degan bo'ldi. Yuqalu dalla manzilahu, xuddi uyda ezib qoldi deymiz-ku. Uyga boramay ezib qoldi deganda. Fastu'ira lil-zahab an as-sawabi fi-din. Demak, mishada bir istara var. Istarini davomliq lozim bo'lganini shuna yodlash kerak. Mishada bu o'yin topolmadi, bu ezib qoldi degan so'zni hozir dinda haqni topolmay ezib qilishga ishlatdik deydi. Shunga o'xshatdi endi. Istariga o'xshatish. Nima? O'xshatish bo'ldi deydi. Fama rabihat tijaratun. Ashula hidoyatni azg'ullikqa almashtiryapti. Natijada ularning tijarati foyda bermadi deydi. Ya'ni ziyon tortdi demakchi. Men xuddamda ilm satim qildi, keyin ziyon tortdi degandek. Er-ribhu al-fadl ala ra'sil mal. Fayda degan mishada tijorat sohasida ani pul, ani sarmoya, dasmoyadan ortiq qo'shilgan. Shuningga ungan pulni ribh deymiz. Va tijaratu sanoati tajid. Tijorat degan nima? Tijoratchining qilgan kasbi. Mushu vazni odatda kasbni bildiradigan vazn. Tijara, filaha. Bizlar g'ishavani mana bildirdi bu dedik-ku, vazni. Bu vaznning birini oladigan o'sha kasbni bildirdi. Fadl degan bir narsani eshib qolgan ortiq degan bo'ldi. Demak, mishada hozir tijara degan tijoratchining kasbi, uniri. Va vallazi yabi'u va yashtari al-ribh. Tijorat deganning tabiati qanday esa, foydani ko'zlab ilib sotadi. Va isnadur ribh ila tijara min al-isnad al-majazi. Foydani tijoratga isnad qildi. Tijorat hozir faol bo'ldi-ku, rabihat tijaratuhum. Mishada tijara faol bo'ldi. Amaliyotda ashula foydalanmagan. Ashu tijorat egisi bo'lgan, ashu munofiqlar foydalanmagan. Lekin bu yerda tijoratga mansub qilyapti. Bu bir majaz. Va ma'nahu fama rabihu fi tijaratihim. Ticaretide faydalanmadı degan. Avla demakchi. O tijorat faydalanmada avla shu munofiqlik foyda ko'ramadı dedi. Tijorat. Idi tijorat la tarbah. Tijorat o'zi foyda oladigan narsa emas. Tijorat egiz foyda oldi. Endi famsa fama rabihat nima shu? Farqini rolwa mishada. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat. Bu atfal as-silan alladhina gazir atf qildi. Demak, mishada setilishdan foyda kelib chiqmadi deb nafi qilmoqchidir. Bu xuddi ziyon darhol u-ham bo'lib ketganda kim. Dastta ichida arilib qoldi bu. Foyda ziyon aniqlan bo'lib ketdi. Walamma waqa'a shira'u ad-dalala bil huda. Hamda dalolatni hidoyatning o'rniga almashtirish mishada majoziy holatda bo'lgan ekan. Walamma waqa'a shira'u ad-dalalati bil huda majazan va mishada setilish majoziy bo'ldi deydi. Almashtirish. Xuddi setilishga o'xshatgandek bo'ldi-ku. Odatda mal ilib sotganda. Atba'u zikr ribhi va tijarati tarshihan lahu. Demak, mishada bir o'xshatish bor. Shira mishada o'xshatish iborat. Xuddi munofiqning ishini ilib sotgan odamning ishiga mal ilib sotgandek shunga o'xshatadi. Endi bu o'xshatishni taxamo fayzlashtirish uchun, taxamo isl bo'lash uchun oyog'ida qana qildi atba'u zikr ribhi va tijara. Foyda tijorat degan gapni keldi dedi. Ilm satimga munosib gap bu. Tarshihan lahu mana. Tarshih degan bu balog'atdagi bir atalg'ularning birisi. Nimada iborat? Bu bir istiaraning bir turi. İstara tarshihiyya deymiz. Ya'ni
isbati mulaimul mushabbah bihi lil mushabbah. Mushabbahun bihi hozir bu yerda shu so'zda qilishdi shunami? Mushabbah munofiqninki hidoyatni tashlab azg'ulliqni ilishdi. Lekin bu mushabbahun bi so'zda buningga munosib qiladigan lafzlar qaysi desa, foydalash, ticaret, mujnaslar, setilish, mal ilim setimga münasip qiladigan, maslashadigan so'z shuni ama buninglar taqin o'qilmasam o'qishni taqin kuchlantiradilar. Hozir shu ilim setimga o'qishni jonlantiryapti. Xuddi bu ilim setimga o'xshash. U foydali, ziyon tortdi, tijorat qildi degan gaplar reklama nimani kuchlantiryapti. Demak bu tarshih, ya'ni bu istara taqim hozir ikkinchi bir istara bilan kuchayib ketdi deydi. كقوله ولما رأيت النصر عزبن داية ابن مفعول به نما عزبن داية رأيت النصر نصر مشهد بركوت قاچığı degandek narsalar bu azza degan g'alaba burkut hozir ibn dayan ya'ni qag'ini demakchi ibn dayan qag'ining bir ismi ekan qag'ini mag'lub qilganligini ko'rganimda deydi va ashsha fi wakrayhi ikkalisi uning usta Çangitizganda aşşez degan çangitizda deymiz. Vakir degan usi kamasi shu. Endi degan bu. Jashalahu sadri. Jashalahu sadri degan mishari ko'nglim yerim bo'ldi demakchi. Bu ko'nglim o'rtinib ketdi deymiz-ku. Asli jash degan bunda tashqinlikni bildirdi. Shu jash degan anda urib, eshib, teshib ilgirlab turgan jash degan askar deymiz. Mishada ko'nglim o'rtinib ketdi, ya'ni bir xil ko'nglim yerim bo'ldi bu yerda. Siqilib ketdim dedi. Nima desa, yana bir o'xshish bor. Nasr degan xuddi bu burkut va nima qushlarni oqqa o'xshatdi. Qaga qarliqning ismi bo'lsa, ammo bu oqliq hozir oq choch, qora chochni qoplab ketgandan keyin va ashsha fi bakray degan bu ikki tarafda saqalning xuddi usiga o'xshatdi buni. Ikki tarafda changitizda, tamam? Changitizganki oq saqallar Ak çaçılayın var iki kulakların atrafı çaçılayın. Ya çangi tızgan diken ko'nglim bakerim bo'libdi, qirib qopdimi. Kamal. Bu bir o'xshash hamda. Lamma shabbaha shayba bin nasri. Ak çaç, ak saqalni nimaga o'xshatdi? Burkutga o'xshatdi. Va sha'ral fahima bil ghurab. Qap qora chashni qag'ga o'xshatdi. Uni o'xshatgandan keyin hamda atba'u zikrat ta'shish. Andın o'xshitib anda uvusni changitizda vakazan desam bu tarshih bo'ldi. Demak, shu o'xshitishni texnik kuchlantirib, texnik voyaga yetkazdi. Chunki uvutizish, kamasi, uvuse degan magaplar shu qushqa munosabatli gap. Demak, ma shoir xuddi meni tarshih qilgandek, ma Qur'on Karimda unda tarshih bor. Yani istardan keyin, tashbihdan keyin yana bir tashbih bor, istar bor. Shu maskildigan nimani keldi deydi. Demak, bu yerda zikr ta'shish val vakr tarshihdan iborat. وما كانوا مهتدين yani ula aşı münafıklar bunda setib oldi ula ishning epini bilmagan to'g'ri yo'lni bilmaganlar dedi muhtadin li turuqit ticaretning yo'lini topamaganlar kama yakunu tijarul mutasarrifuna al alimuna bima yarbahu fihi wa yakhsar xuddi nimani foydalab nima ziyon tortganligini bilib ilm setim qilgan tijoratchilar shu yo'lni topa olgandek ular topamagan dedi والمعنى أن مطلوب التجارة سلامة رأس المال والربح. بيانك معنى ما تجارتçininki maqsadi talab qildigini ona pul bilan yoki sarmoya bilan foydani saq salomat qo'lga tegizilishi. Nima? Va haula qad ada'uhuma. Munofiqlar foydami olamidi? Ona pul sarmoyani ziyon tortdi. Dasmidan ajrab qoldi demak. Farasu malimul huda. Asli bunun sarmoyasi bitta hidoyatdan hech nima qolmadi, chunki azg'ullik bo'lganki hech nima qolmadi. Va idza lam yabqa lahum illa ad-dalala lam yusafu bi sabdirah. Azg'ullikdan boshqa nima qolmagandan keyin qo'lda o'sha foydali bu demaydi. Chunki rasmini o'qiyotganda o'sha foydadan gap eshitish mumkin emas. Va in zafaru bil aghrad ad-dunyawiyya. To'g'ri, ular dunyodagi ba'zi bir manfaatni nimjoq o'tganda munofiq manfaat va shu munofiqlik qilishida. Chunki u musulmonlar ichiga kirib oldi. Musulmonlarga ularni qattiq qilishidan saqlanib qoladi. O'lja olsa tigidab elishni biladi. Bundan boshqa yana joy foydali bor. Demak, shu foydali bor to'g'ri, lekin amaliyotda Allohning va shariatning nazarida bu foyda xuddi yo'q hisob. Oxiratdagi azob, uqubat, bu chaqdagi dahshatga qarata bu hech nima emas. لأن الضال خاسر. Çünkü azgın kişi ziyan tortquchidir.
وَلِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِمَنْ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ رَأْسُ مَالِهِ قَدْ رَبَحَ. Dasmayisini, sarmoyasini saqlab qolmagan odam foydali deyish mumkin emas. Sarmoya saqlab qilib, uning ustiga pul qo'ndira olgan bo'lsa, bu foydali degan. Bu sarmoyaning o'zi yo'qolib ketgan tursa, qanday foydadan so'z etish mumkin? Vaqila mandam deyildi. Allazina sifatu ulay. Allazina ishtaru dalada bil huda degan shu jumla masalan, ulayning sifati deyildi. Yani bunda qilgan kishilar shular degan. Shularning sifatlaridir. Bu qanday kishilar? Allazina ishtaru dalada bunda qilgan, bunda ziyon tortgan degan. Va fama rabihat tijaratum ila akhiraya fi mahall ar-raf khabar ulaik. Ulaika bu mubtada desak, ondan allazina ishtaru dalada bil huda degan mubtadaning sifati An haber qazelse fama rabihat ticaretuhum ma kanu muhtedin emmisi haber etmez. Bu i'rab jihatdan yangi bekin. Zafar olinmi? Qazonda tutdi degan bo'ldi. Erishdi. Endi xuddi bu yerda ular nimaga o'xshaydi deganda bir savol paydo bo'ldi desak, buni misol qanday o'xshatish mumkin? Masaluhum kamasalil laz istawqada naran. Endi buning ahvolini, chunki buning ahvoli murakkab. İntihar murakkab bo'lgan ekan, munofiqlikda hamda zada odatda biz jamiyatdan buni oydinlashtirish ta'sinasi. Hali bu munofiq deb munofiq bo'lmasi mumkin. Voy shunda ubda musulmon degandim munofiq bo'lishi mumkin. Shunda murakkab bo'lgan ekan, buni misol bilan taqamo oydinlashtirib aniqlab beradi. Masaluhum kamasalil lazi istawqada naran. Ularning misoli xuddi bir o'tga qatmanda bo'lgan kishiga o'xshaydi deb misol beradi. Lamma jaa bi haqiqati sifatihim ularning haqiqiy sifatini bayon qilgandan keyin aqabaha aqdillam kaynidillam misol urfadi bizga. Ziyadatan fil kashf. Yani misolni bizga texm içib berish uchun ularning ahvolini va bayonni texm to'liqlash uchun akab berdi. Va lidarbil amsal fi ibraz khafiyatil ma'ani va raf'al astar an al haqa'iq ta'thirun zahirun. Ma'nilarning maxfi taraflarini o'ttirib chiqarishda, haqiqatlardan pardalarni echirtishda, mushu misol urishning cho'ng ochiq oshkora ta'siri bor. Ya'ni roli bor demoqchimman. Ya'ni misol qilsa biz darhol tushuna olamiz, bunda ketganda. Va laqad kathuranaga fil kutubus samawiyya. Samaviy kitoblardami bu ko'p ishlatilgan deydi. Ko'p kelgan. Misol keltirishmi? Misol urib Mesela ma'nosi bundan narsaga o'xshaydi. Misol keltirib. Darabdan fi zaburi deb bag'onda. Tavratda, Zaburda, shu suhfi Ibrohim va Musoda masalan misol urishda bor. Yani shu bandlar aniq tushunavasi manda. Va min suril injil suratul amsal. İncilning suralarining qatorida Amsal surasi deb bir sura bor. Vel mathalu fi asl kalamihim. Mathal degan nereden kelgan so'zsa al-mithlu yani o'xshi degandan kelgan. Va huwa nazir degan o'xshi. Tangtushi, Shu binazir degan mislisiz degan bo'ldi. Binazir bo'to deymiz-ku. Binazir. Bi degan va nimada farsima nima tillarda nafiy qildi-ku. Bihayotga ayas degan bo'ldi. Bihush degan hush yo'q degan bo'ldi. Bibaha degan bahasiz degan bo'ldi. Yuqalu mithlun va mathalun va mathilun kashibhin va shabahin va shabihin. Demak, mushu o'xshash ma'noda deydi. O'xshashini bildiradigan so'z. Summa qila lil qawl as-sa'iri al-mumaththal. Sa'ir degan al-baqi degan so'z. Qab qolgan demak. Keyinda lil qawl as-sa'ir al-mumaththala madribuhu bi mawridihi mathalun. Mawridni deylar boshda. Asli mush so'z dastlabda nimaga ishlatilgan? Bir voqea bo'lgan, ishlatilgan bu so'z. Nima? Bir yer ishlatildi. Varada ala kada. Nima? Shu joyga ishlatilib keldi bu. Kelgandan biz ikkinchi qatimdan-da shuni o'xshash ahvolni ifoda qilamiz. Necha qatim shuni takrorlab keldi. Necha ahvolda deymiz buni. Demak, mishada dastlab kelgan yeri keyin kelgan yerga o'xshab ketilgan, davomli qab qilaveradigan, yo'qolib ketmaydigan. Nima? Masalan degan shu necha ming yil qoladi-ku. Bunda qab qoladigan so'z. Mangu qoladigan so'zlarning birisi. Shunga ming yil ilgirki maqol tamsilning ba'zi. Demak, dastlabda bir qatim ishlatilgan vaqtdagi ahvoli keyin necha 100 ming qatim ishlatilgan chaqdimi qab qoladigan so'z deganga. Mushunda so'zni biz masal deymiz. Walam yadribu masalan illa qawlan fi gharaba. Amma misolni qachonda mushta maqol tamsil bo'lib ketadi bu. Bu o'zi maqol tamsil deymiz-ku masalan. Bu maqol tamsil sal g'alatiroq bir ahvol bo'lsa, ko'pincha ahvolda ayni maqol tamsil qildigan. Walida hufiza alay. Shunga uningki iborati aynan saqlanib qoldi deydi.
Maqal tamsilninki iborati o'zgarmaydi. Qanday shunda bir mazmunga ahvol kelib qolsam, maqollarda aynısını deb qo'yamiz. Fala yughayyar. Demak o'zgarmaydi, o'zgartilmaydi. O'zgartilmaganiga endi masal degan gapni chiqdi. Dastlabda ishlatishga o'xshash ishlatildi-ku. Masal degan gap. Ya'ni dastlab ishlatilgan ahvolga o'xshaydigan ahvolda so'z yana aynan ishlatildi. Lekin o'xshashini ishlatgan bo'ldik. Davomli o'xshash holat ishlatilayotgan so'z degan bo'ldi. Va qad istu'ira al-mathalu lil-hal aw as-sifa aw al-qissa idza kana lahu sha'nun wa fiha gharaba. Demak, mishada masalni bu isti'ara qilib ishlatishadir. Masal degan maqol tamsilda. Ana maqol tamsilni xuddi ularning tushadigan maqol tamsil ma'noga o'xshaydi degandek endi. Maqol tamsilni qattiqlik yerda bir ahvol ya sifat yoki bir voqea hikoyaga isti'ara qilib ishlatdi deydi. Idza kana laha sha'nun va fiha gharab. Demak, buning ahvoli ayrim bir ahvol bo'lib, bunun sal g'alatilik bo'lib qolsa, ash masal deganni isti'ara qilib ishlatdi. Kana qila haluhumul ajibatu sha'n. Bu munofiqning g'alati ahvoli mana shunga o'xshaydi degandek. Kahalladi istavqadinaran. Bunda o'tayotgan birisiga o'xshaydi da'vatida. وكذا قوله مثل الجنة التي وعد المتقون taqvodorlar va'da qilingan jannatning misoli, ya'ni ajoyib ahvoli degandek, shunga o'xshaydi degandek. Ay fima qasasna alayka min al-ajaibi. Buning tafsiri qanday bo'lsa, sana biz so'zlab bergan ajoyib, g'aroyib voqealiklar, qissalarning ishidan, ya'ni shunda qismi bor. Shu ajoyib, bunda bir ahvoli ajoyib bo'lgan bir jannatning qismi bor demakchi. Summa akhara fi bayan ajaibiha. Ondan uning jannatning fiha anharun min nahr. Shu ajoyib olam bir-birlar tushundirdi, bayon qildi. Valillahil masalul a'la. Endi valillahil masalul a'la degan nima bo'ldi? Allah Teala'nın şanı şundaki nayet ulug', katta, tuluq kamalat altı doğru diyen buldu. Süpte ulug' doğru diyendek. Başka nimge okşamaydı o. Ve vada'a, hem de mesel diyende tüyütüp oldu. Ve vada'a ellezî mevdi'allezîne. Demek müşahede, münafıklar bir grup vardır. Bunu çölde otaya kapmandan kılgan bir grup kişilerge oturdu. Lekin bir yerde ellezî istavqadnâra, ellezîne istavqadnâran demi dedi. Nima uchun mufradna keldi? Ellezîne'nin o'rniga ellezî deb keldi. Ka qawlihi va khudtum kallezî khadu. Asli kallezîne khadu desa jamaga tushdi. Bu yerda xuddi bu yerda bir jinsni, bir mufradni ko'z tutgandek keldi deydi. Fala yakunu tamthilul jama'ati bil wahid. Cemaatni mufradga o'xshatish bo'lib qoladi. Mufradga o'xshatishmi musho desa yo'q emas deydi. Munofiqlar guruhini bir o't yaqqan bir odam bilan o'xshatmoqchi emas deydi. O qasada jinsal mustaqilin yoki bu yerda ash o't yaqqan kishilarning jinsini maqsad qilyapti desak bo'ladi. Jins bo'lsa mufradni qilsa bo'ladi-ku. Ev uridal fawjulladi istawqada. Yoki bir guruh desa, guruh nima bir kishi, ma guruh bunda qildi deb bunda bir kishidek sifatlaymiz-ku. Bunda deyish mumkin deydi. Ala anna zawatal munafiqin lam yushabbahu bidatil mustawqid. Lekin bu yerda yana ustiga jalab qo'yish kerak kelaydi. Munofiqning o'zlari u o't yaqqan kishilarning o'zgidan o'xshatilmaydi deydi. Hatta zaman tashbih jamoa bil vahid. Shunda bo'lgan bo'lsa-da, u chaqda sen ko'p kishilarni bir kishiga o'xshatib qo'yatsa degan bir gap kelib qoldi, e'tiroz qildi. Lekin bu yerda u munofiqning o'zi o't yaqqanning o'ziga o'xshatilmadi. Innama shubhat qissatuhum bi qissatil mustawqid. Ash munofiqning hikoyasi, voqealigi o't yaqqan kishining voqealigiga o'xshatadi. Voqealikka o'xshatiladi demakchi. İstavqada degan choy avqada. O't yaqdi degan bo'ldi, shunami? O't tutashdi yaqdi degan. Va vuqudun nar sutuha. Ya'ni o'tningki vuqudi degan uning unda lavldab qilaqay yenishi edi. Yandi deymiz-ku. Va naru nar degan nima? Jawharun latifun mudi'un harun muhriq. Ana bu narni aslida tanishtirmoq uchun bu nar degan tilda hamma millatga aniq bo'lib ketgan. Lekin bular qoida bo'yicha narsani bir tanishtirib o'tiladi. Javhar debdi, latif debdi. Latif degan darhol tutqullanmaydigan avada ismi yo'q degandak, latif. Mudi yo'rtadigan, har, issiq, muhriq kuydiradigan. Demak bir ta'rif qiladi narni. Va ishtiqaqa min nara yanuru idha nafara. Bu yerda nara yanuru
degan mush fe'ldan türlenib chiqdi deydi. Mushuning kelgandi. Bu nimani bildirdi? Nara nur degan nafara xuddi yukib ketdi emasdan. Silkinib ketdi, midilab ketdi degandek. Nima uchun bu o'tni bunda atidi desa, nara degan so'zni ishtiqoq qilib atidi desa, chunki o't degan midilab bunda lavildab harakat qilib turgan narsa bo'lgan ekan. Endi o't yaqqan bir kishiga o'xshatdi. Falamma adaat ma havlahu. O't yaqibdi, atrofini yuritdi. Nima? O't ko'ydi, tutashdi, atrofini yuritdi. Ida degan nima esa baklam yuritib o'tgan. Va mustaquhu qawluhu ta'ala vallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura. İda'da nurdan olsa, ida'a degan o'zi nur chechadigan degan bo'ldi. Nur degan o'zidan nima yo'q, boshqasining yo'riq bilan da yanadigan nima, da farq bor. Chunki oyda o'zida unda yo'riq qolmaydi. Quyoshning nuri tushgandan keyin unda buni yo'ritdi. Xuddi sadabda yurgandek masalan. Unda farqligandek bunda nima qilgan ekan? Quyoshning nuri bilan bo'ldi. Demak bu diya degan kuchli nurni bildirdi. وهي في الآية متعدية مسندة إلى ما حوله. أضاء ديال مشاهدة نور متعدي ما حوله مفعوله. نما ما حوله ديال مسندة يعني إلى مفعول وهو ما حوله. ما حوله مفعول به ساجنا. مسندة مشاهدة فاعل دينجا متعدي فاعل متعدي إلى ما حوله دي. لمن يرد أطرافنا والتأنيث للحمل على المعنى. أضاءت ديان نار أصل أضاء oldu ama أضاءت de muannas keltüde deydi. Nima uchunsa bu biz ma'nosini ko'z tutdik hozir. Ma'ni jihatdan muannas ma'naviy. Nima uchun bu jam' ma havlahu jiq narsa bor atrofida ama xuddi shuni yoritgan unda nimadak. Ma havlal mustawqidi amakinu va ashya. Demak o tutashtirgan kishining atrofida nurg'un joylar, o'rinlar va nurg'un narsalar deydi. Demak, mana atrofida narsa ko'plik bo'lgan ekan, muannas bo'lib ketdi deydi. Bosh narsani yo'ritibdi dedi-ku, ko'plik bo'lib ketdi. Jiq narsani yo'ritgan ekan, bu xuddi chunki arabning qoidasida jam muzakkar salim bo'lmasa ham buni muannas ishlasan bo'ldi. Kullu jam'un muannas degan qoida bor. Inna qawmi tajamma'u va biqatli tahaddathu. La ubali bi jam'ihim kullu jam'un muannas. Şu Zamakhsharining she'ri shu. Yani kullu jam' muannas illa jam' muzakkar salim. Shunga masalan qalatul a'rab deydi. Qalal a'rab dema, qalat. Unda nima jiqim. Shu jam' muzakkar salim bo'lmasa ham bu chog'da shu boshqa jam' bo'lib qolsa muannas keltusi bo'ldi. Muzakkarga bu. Va javobu falamma endi lamma degan so'z manda bo'lgan chog'da degan so'z u chog'dan bo'lgan, shunday bir narsa manda bo'lgan chog'da manda bo'lgan deb bir javobga muhtoj bor. Birisi o'tni tutashtirganga atrofini o't qo'ygan chog'da yo'ritdi. Shundaymi? Atrofini yo'ritgan chog'da nima bo'ldi desa, zahaballohu binurihim. Shunda yo'ritib turishiga Alloh taolo uning nurini olib ketdi. Yo'ritib olib ketdi. Va huwa zarf zaman. Nima zarf zaman? Falamma zarf zaman wal amilu fihi jawabuhu misl iza. Bunun amiladir. Zarfni masalan ya fi mahalli nasb qildigan bunda bir ishni qildirgan amili uningki javobi edi. Zahaballohu binurihim degani shuning javobi buni amil shu deydi. Ya'ni mansub qilinadigan, izaga o'xshaydi bu deydi. Va ma mawsulatun. Demak, bu amil fi javobi degani zahaballohu binurihim hozir mushu javobi bo'lgan jumla shu falammani xuddi zarfdek mansub qilyapti demakchi. Va ma mawsulan ma hawlahu deganki ma mawsula yani allazi hawlahu. Mawsulani shuna ma'no qildi. Nafiya yoki bundan nima emas. Mawsula al-ashya allazi hawlahu deganga. Va hawlahu degan shu nasb ala zarf. Yani mana mansub ala zarfiyya. Bunu mansub qilayotgan nima? Zahaballohu bi nurihim yoki nakira mawsufa sifatlangan bir nakira deydi. Va taqdir falamma adaat shay'an thabitan hawlahu. Manda bir era qilingan. حوله شيئا ثابتا صفته قلب حوله نكره موصوفه وجمع الضمير وتوحيده للحمل على اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى. جمع الضمير خاص ضمير حوله ده توحيد قلده مفرد قلده مش هذا أنا بنورهم ده جمع كالتو ده برياد جمع كالتو ده برياد مفرد كالتو ده نمشي أنسى بعض ده اللفظ قرطة بعض ده مضمون قرطة مضمون أكبسلك تشنما والنور ضوء النار
nur degan o'tninki yo'riqligi sho'lisi ekan. Va dawu kullu nayyirin va boshqa har qanday nur chechilgan narsaning yo'riqligi shu nur oldu deydi. Va ma'na azhabahu, azhaba degan nima? Azhaballohu bi nurihim dedigo. Azhabahu azalahu demak yo'qotdi degan gap. Azhabahu degan. Va ja'alahu zahiban, yani onu ketken kılıvetti, yok kılıvetti de. Ve mana zahaba bihi, zahaballahu bi nurihim diye. Zahaba bihi de bunda kelse onu ilip ketti diye. İstashaba emra kılıp ilip ketti. Mada bihi diye. Vel mana akhadallahu bi nurihim. Bunun manası şunda onu tüsesir emri de yıkıp etrafını şunda yurt çıkıla Allah Teala'ga şunu yurtuna yapıyor. Kapkaran kılıvetti diye. Ve emsekehu, onu tohtup koydu diye. وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ Allah Teala to'xtatib qo'ygan narsani mangdirgan, ivatib qo'ygan birsi bormi? Yo'q. Demak bu intan igrahva. Buning chari yo'q zodi buning. Fakana ablaga min al-izhab. Ketkizibdi degandan ilib ketdi degan u boshqa. Mas ketkizibdi deganda normal emas. Falani pistonni ketkizibdi dedi. Shunami? Ketkizibdi u ketdi. Balki ketkizibdi mana shunda mashimizga qaytib kelishi mumkin. Sama, lekin miyada Allah Teala o'zi bilan billab ketdi buni. Unda qaytib kelaysizmi? Billa olgandan keyin qachanmaydi. Mumkin emas yani, mubolag'a. Wa lam yaqul zahaballohu bi dawihim liqawlihi falamma adaat. Zahaballohu bi nurihim dedi. Bi dawihim demadi. Çünkü adaat debdi dav, yani yo'riqlik paydo qildi dedi, ama yo'ritdi dedi. Şu yo'riqlikni olib ketdi demay, nurni olib ketdi dedi. Neda farqi bor. Zahaballohu bi nurihim dedi. Bi dawihim demadi deydi. Asli adaat olgandan keyin bi dawihim desa maslishdi deydi. Lianna zikra nuri ablagh. Çünkü dav desa bu qushliq nurni deb turibdi, ama qushliq nurni olib ketsa, kallaga qushliq nurni olib ketibdi, ajraq bir narsa faqatgidek bir g'uva bir sho'lisi bor o'xshaydi degan gap qoldi. Ammo ay g'uva sho'lni ojiz nurni olib ketdi desa, u faqat hech narsa paqtamaydigan qop-qorong'ulikda qopdi deymiz. Shuni bu mubolag'a deydi. Lianna dafi dalal ala ziyada. Çünkü bu kuchlikda quvvatni bildirdi. Val murad izalatun nur anhum ra'san. Ra'san degan shu. Butunlay hech nimani qo'ymay, pat-pakiz bo'shtish. Walau qila zahaballohu bi dawihim. Navada ularning kuchlik yo'riqini olib ketdi deb qolsa, la awhama zahabu biziyada. Demak, ortiq narsa ketib qopdan, ortiq azroq narsa qolib qopdi deb menda tushunib qoldi dedi. Ya'ni nur degichlar bir narsa qolib qopdi deb menda tushunib qoldi. Sho'lisi deganday. Demak, elib ketdi deymiz mana. Elib ketish zodi bir kuchli qolgandan keyin elib ketdi. Ketkizibdi deb qo'ysa bo'lmaydi. Ala tara kayfa zakara aqibahu. Mana aqidin menda deganligini ko'rmadim mana. Aqidin hamda faqat hech qanday yo'riqliq sho'la unda hech narsa qilmaganligini texmi ta'kidlab va tarakahum fi zulumatin. Uni nechini qatma-qat qarong'ulikning ichida tashlab qo'ydi dedi. Demak, shu nurnab ketdi deganni yani ta'kidladi. Ama nurnab ketganiga nima qoldi? Shu qarong'ulik qoldi. Yani ta'kidlab etdi. Yani siz unda azroq bir nima qolganda o'ylab qolmang, xayolingiz kelib qolmasin. Va zulmatu aradun yunafin nur. Nurni ta'rif qilgan ayda bu zulmat degan nima desa, bu bir xil ahvolamda. Nurga zid keladigan bir ahvol, qarama-qarshi. Va kayfa jama'aha va kayfa nakkaraha. Demak, zulmat degan so'zni hozir jamilda. Oyat nurni mufrad qilgan. Endi zulmatni jama qildi. Endi nakira qildi. Az-zulumat demay zulmatin dedi. Va kayfa atba'aha ma yadullu ala anna zulma la yatara'a fiha shibhan. Ondan uning aqidan nakira qilib jama qilgandan keyin aqidan menda keldi dedi. O shunda bir qarong'ulik ve onun da igiz yoğan narsani ko'rinmaydigan deb bunda keldi dedi. La yubsirun degani nima ko'rmaydi shuni, ama narsa ko'rmaydi, igiz yo'g'on narsani ko'rinmaydi. Shibhan degan igiz narsa degan. Yani igiz narsani ko'rinmaydigan, ashunda qarong'ulikni qo'yib qo'yganligini bildiradigan iboratdan bizga keldi. U bo'lsa-mu la yubsirun shunami? Çünkü aslında lug'atda shibhandan nundan kelishi to'g'rimi yoki o maqtutatda shibhandan nunsiz kelishi? Ya shabah olsa u boshqa narsa. Bir narsani ko'rangisi, bunda degan bo'ldi.
Ya sayısı ya ki karangılık yanında. Yani şibhan diye ayrım bir söz. Nundan girişi doğru mu? Şibhan diye doğru. Yani iki nasıl yoğun nasıl ko'rinmaydigan bir karangılıkni qo'yib qo'yganligini bildirdi. Nasıl Maxtutatda shu Xitoy kelganda nunsiz. Xitoy yozgan bo'lsin. Yani xuddi bu shabah deb o'ylab qo'yib, shabahan deb bunda tanillik nunni tushirayotgan bo'lishi mumkin. Endi shabahan deb bunda akarsakmi bu mushib qoldi. Xuddi bir ko'langa bir narsani bunda bir ismimi. Yani bu tafsili chiroyini aniq ko'rsak bunda bir odamning alaqa gavdisi deyli. Bu gavdimi ko'rinmaydigan bunda bir qarong'ilikda qo'yib qo'ydi degan shabahan desakmi to'g'ri chiqdi. Shabahan degan igiz yo'g'on narsa ko'rinmaydigan u to'g'ri chiqdi. Belki shabahan degani shu to'g'ri bo'lishi mumkin. Demak, as qarong'ilik bo'lsa, odamning chiroyini ko'rmaydi bunda ismini qomatini ko'rdik-ku. Demak, bu qarong'ilik shunda qarong'ilikki odamning umunda bir alaqa gavdisini simasini gavdisini faqat qilolmaydigan, hech nimani zada ko'ngilolmaydigan bir qarong'ilik ekan. Shabahan desak to'g'ri chiqar ekan. Va huwa qawluhu la yubsirun. Demak, hech nimani ko'ngilolmaydigan qarong'ilikni bildirgan so'zlarimizdan ekaldi. Bu bo'lsa la yubsirun degan. Buni bir xil ta'kid etamiz, nima? Va taraka bi ma'na taraha. Tashlab degan ma'noda taraha. Va khalla, buni qo'yib qo'ydi. Idza allaqa bi wahid. Allaqa degan ta'adda ila wahid demak. Ya da nahvishilning alaqa istilohsal o'zgaradi. Ba'zilarning ishlatishi ba'zilar. Yani mutaalliq bi wahid degan mutaaddi bi wahid. Yani idza ta'adda ila wahid demakchi. Taraka degan so'z tarakal kitob deb qo'ysangiz, mutaaddi ila wahid kitob. Kitobni maf'ul bi qildi. Ondan ila istayin olib qolsa, falonni manda qilib qo'yib qo'ydi deganda ekan, boshqa ma'no chiqadi. Fayda allaqa bi shay'in idza ta'adda ila shay'in kan mudammanan ma'na sayyara. Yani manda qilibdi degan ma'no. Fayajri majra af'al qulub. Nima diqqat qilmaydi. Tarakana agar ikki maf'ulga mutaaddi qilsa, bu chaqda bir narsani manda narsaga o'zgartiradi, o'ylantiradi degan ma'no chiqadi deydi. Shundan bu xuddi af'alul qulubning o'rnida menib qoladi deydi. Yani af'al qulubda bo'lib qoladi. Af'al qulub degan nima edi? Qalbga munosib fe'llar. Zanna degan alima, ra'a, hasiba, zanna. Chunki bu fe'llarning mazmuni mush qalbga munosib shunaqa. Biz af'al yaqin, af'al rajhan deb ikki turga bo'linadi. Ve 10 netice fe'lni sanaydi ekan bu nahvshunoslar. Biz za'ama shuni ichida. Bu rajhan. Men sal mandaraq deb qarayman deb turgan bo'lgan ekan bu af'al rajhan desak keskin emas. Za'amani biz deb turib oldi, dalil taqiqni qilmas deb-ku. Demak bu af'al rajhan, af'al yaqin deb ikki xilga bo'lindi. Af'al yaqin degan mesela alima degandek-a. Ve alfaya seyyidaha ladal bab. Alfaya mu af'al qulub. Mishada maf'ulun bihi ikkisi ketadi deydi. Xuddi o'sha af'al qulubga o'xshash. Ve minhu ve tarakahum fi zulumatin. Ve minhu ve tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Ve tarakahum fi zulumatin. Asluhu hum fi zulumat. Demek mishada ve tarakahum fi zulumat deganmi? Ikki maf'ulga mutaaddi bo'ldi deydi. Hum degan birsi, shunama la yubsirun degan birsi deganda. Ve ko'maydigan da qilibdi, anda tashlab qo'ydi deganda. Asluhu hum fi zulumat. Buning asli ular zulmatning ishida, zulmatlarning ishida deymiz. Summa dakhala taraka fanasabal juz'ayn. Taraka degan so'z kirgandan lam ikkili tarafini humnimo mansub qilyapti, fi zulmatni mansub qilyapti demoqchi ekan. Wal maf'ulus saqitu min la yubsirun. Nimani ko'rishni gapini qilmadi, maf'ulun yubsirunning gapini qilmadi. La shurun degandek. La shurun nimani o'yladi demada. Ya maf'ulun bi tushib ketdi deydi. La yubsirun degan so'zdan. Min qabilil matrukil mutrah. Bu tashlatga u muhim emas degandek, ha? La min qabilil muqaddaril manvi. Ya bu yerda taqdir qilingan yo shu bati demaymiz. Bu xuddi kan bilmasang bo'ldi. Falanni ko'maydi, pustanni ma'nosini davshisa, hech nimani ko'maydi degandek. Kannal fi'l g'ayr mutaaddi aslan. Xuddi bu yerda maf'ulun bihi yo'q bo'lib ketdi. Xuddi bu mutaaddi emas deqlam. Ve innama shubbihat halun bi halil mustawqit. An bu yerda bir o'xshish bor dedi. Mataluhum kamatalil lazid. O't yaqqan kishining ahvoli o'xshatildi, munofiqning ahvoli.
Nima uchun? Li'annahum ghibbul idaati waqa'u fi zulmatin wa hira. Ghib degan akhiruhu, aqibatuhu degan gap. Yani bu yurishning oxirida, shunama bir yurdi-ku, yurgandan keyin oxiridan bo'ldi, qarong'ulik va tengirqashning ichiga tushib ketdi. Naam, albatta shunda to'g'ri. Munofiq degan xabitun fi zulmatil kufri abadan. Kufrlik qarong'uliklarida mangu ezib tezib qalaymiqan desib yuradigan narsa. Xabata degan qalaymiqan desib ushish. Masalan, qarong'ulikda nima qilsa qanday hele orakki desib saludo, hele bir joy saludomush xabat degan shu. Qarong'ulikda tengirqab manguche degan gap. Qalaymiqan desiguchi degan bo'ldi. Yani munofiqning ahvoli shu anda. Kufrning zulmatlarida mangu qalaymiqan desib u yerga tushib orakki tushib yuridi. ولكن المراد ما استضاءوا به قليلا من الانتفاع بالكلمة المجراد على ألسنتهم. Aş ağızda degan amanna degan so'z bor. Amanna billahi va bil yawmil oxir degan aş so'zlanma ağızda chiqqan so'zlanma kichikkina shundimi foydalanmadi dedi. Ma'nosat shu. Demak shu yo'rg'an aş yo'riqlar o'tqalabdi. Shu kichikkina yo'riqlikdanmi foydalanmay qoldi. Xuddi ağızda aş degan so'zdanmi ağızda olsa mı diyenim bunu sözünü. Şu sözden mi azgın olsun faydalanmadı diyen mazmun. Ev vara istidaatihim binur adil kelime zulmetun nifak. Ya ki muş sözüne dedem de. Diyen küçükken vallahi bir yorganda kıldığı. Hemen ne diyen bir yorukluk oldu. Şunda yorukluk boğanın killam onun yana karanlık basıp ketkendir. Yani vallahi de kılıklamı çapkağa. Zulmetun nifakul mufdiye bihim ila zulmetul iqab sermet. Mengulik azap uqubat qarang'uligiga ularni elib borgan munofiqlik qarang'uligiga besib ketdi. Ya'ni amanna degan so'zning vallahi yo'riqidan keyin uni mengulik azap uqubatga mubtalo qiladigan munofiqlik qarang'uligiga butunlay qaplab ketdi dedi. Sarmadi degan mengu abadiy to'xtab qolmay davomlashadigan mufdiya ilib borgan. Mufdiya ilib borgan. Demak, shu Muşu sözünün amanna degan so'zning nuri bilan shunda bir yo'rib bo'liblar, uning oqidan nima keldi? Shu mangu azobning qarong'uligiga opirdigan munofiqning qarong'uligi keldi dedi. Shu qarong'ulik qoplab ketdi demoqchi. Valil ayati tafsirun akhar. Bu oyat menda yana boshqacha bir tafsir qilish mumkin dedi. Bu bo'lsa-mu annahum lamma wusifu bi annahum ishtaraw dalalat bil huda. Hidoyatni zalolat tishdi deb sifatlangandan keyin bunun aqidillam mushunda bir temsila, bir o'xshatish. Temsil degan o'xshatishlik, murakkab o'xshatishni temsil deymiz. Bir narsa emas, bir narsaning ma'lum bir sharoitda, ma'lum bir ahvolda bunda bir tug'an murakkab holatini andan boshqa bir murakkab ahvolga. Bu da o'tga qapkin lapid o'chak ketiblangan qarong'ulik qaplab ketgan murakkab. Tashbih murakkab bu. Temsil degan. ليمثل هداهم الذي باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقد. Ula setvetken, yani setvezgen dedi. Şu hidayetne nimege okşadı da. Demek hidayetlemez. Ula tişvetken, beriyetip azgınlıkını ağan hidayetinde bilir. Bunda bir mürekkep ahvalına ot yakkan kişinin etrafını yorutup tuğan ot okşattı dedi. Demek aşın hidayetine ot okşattı. وَالضَّلَالَةِ الَّتِي اِشْتَرَوْهَا بِذَهَابِ اللّٰهِ بِنُورِهِمْ Allah Teala ulanın nuruna elip geçişke karta tigişken azgınlıkını ve ulanı karanlık içinde taşlap koygan ahvalını zalalet okşattı dedi. Allah Teala'nın ulanın nuruna gidip karanlık taşlap koyganını ula tigişken zalalet okşattı. وَتَنْكِيرُ النَّارِ لِلْتَعْظِيمِ Şimdi narını nekire akeldi dedi. Naran, istavqada naran dedi. Bu şunda bir otni yaktı ki dedi. Narını naati kattı bir ot demek. Aslında amanna degan söz zaten kattı bir hidayet çoğun bir yortulgan bir söz işte ama lekin ular ondan foydalanmay qoldi. Yana qoldi bu. Summun bukmun umyun. Yani bu xuddi xabar mubtada mahzufdir. Hum summun demek. Ular gaslar, gaçlar, amalardır. Buna Uygurca da gaz desek sen gaz dedin tılsın gaz deyimiz o o'g'ri sen o'g'ri degandik. Ya'ni buni mubtada xabarda i'robjatda bunda bo'ldim. Ya'ni ashula gaz gacha amallardir. Kanat havasuhum salima. Ularning tuyg'u a'zolari anglash, ko'rash,
so'zlash a'zolari saqda. Lakin lamma suddu anil isaqati ila al-haqqi masami'ahum saddu masami'ahum demakchi, mana masami'ahum mafhum bi'azir. Haqqa quloq silishdan, quloqlarini itib oldi deydi. Haqni tinshashdan quloqni itib olgan. Saqa degan tinshash, quloq silish. Demak, bular haqqa quloq solmay quloqni itib olgan. Va abaw ayantuqu bihi alsinatuhum tillanmo o haqni deyishga unmagan bular. Va an yanzuru aw yatabassaru bi uyunim ko'zlanmo inib ochiq ashkara oyat isbotlarni, dalillarni ko'rishga ko'ngli unmagan. Bunda bo'lgan ekan, ju'ilu ka'annama ifat mashairuhum deb bir chiqib qo'ydi. Ifat degan nima? Maktabda xato yozilgan. Infat. Ifat degan afatdan kelib chiqqan. Afat tegdi deymiz-ku. Balo tegdi, afat tushirdi degandek. Asabatu afatun. Xuddi ularning tuyg'u a'zolari afat uchrab, kasallab o bayram bo'lgandaklar qilibdi deydi uni. Ya'ni xuddi ularda amaliyotda tuyg'ular saq, lekin unda ishlamas bo'lib ketgan odamdeklar qilyapti. Gaskacha amal qilyapti. Wa tariqatuhu 'inda ulama al-bayan tariqatu qawlihim hum liyuthun. Demak, o'sha ulama al-bayan mishada bu bir xil tashbih deymiz. Ulama al-bayan degan balog'at olimlari shunama bular xuddi hum liyuthun lish-shaja'an va buhurun lil-asxiya degandek. Bunda ibora ishlatadi deydi. Xuddi shunga o'xshash. Masalan, shajoatli qaysar botir kishilarga arslanlar deydi. Nima? Sehlarga dengizlar deydi. Amaliyotda bu nima? Bu bir tashbih. Lekin bu tashbih xuddi iddia ekan. Yani bu qarg'uga gazgacha o'xshaydi demidi? Bu qarg'u gazgachilarmi shu? Shu deganda. Illa nada sifat. An ya sumun bukun umyun degan ayat sifat keldi. Lekin luyuth, buhur degan bu xuddi ismni keldi deydi. Farq shular. Wa ma fil ayati tashbihun balighun fil asah lasta'ara. Demak, bu oyat tashbih balighun. Bu ashu sumun bukun o'zi. Bu sumun bukun o'qishtiman demidi. Gazgacha amali bular. O'zi shu deydi. Demak, bu tashbih baligh istara emas. Istara emas. Tashbih balighning istaraning farqi nima? Istar deganda ya mushabbah bi ya mushabbah ikkisini bizni elutimiz. Ama tashbih balig'chi adat shabah bilan vajh shabah ikkisini elutimiz. Mushabbah bilan mushabbah. Yo'q, ishadi hum summun dedi. Yani summunning o'zi bu. Summunga o'xshaydi. Summundek demadi. Nima ekan? O'sha tashbih baligh. Xuddi bu iddaiyam dedi. Bunda deb turadi shuni. Zaydun Asadun degandek. Zaydun Asadun. Zaydni elayotgan bo'lsak-chi, mesela ja Asadun degandek, bu joyda istar bo'ldi. Chunki bir tarafı tushib ketdi buni. Hamda tashbih baligh doğru deydi. Istar emas. Hamda nima uchun istar emas? Istarada bir tarafı tushib ketdi o. Lekin ma'nosi tushib ketmaylik. Shunga tashbih balig'da istar emas deydi. Yana mustarlahu mana mazkurun. Demak, mushani nimaga istar qilib ishlatgan to'qsumun bugun agar istar deb qolsak, munofiqlar uchun. Endi munofiqlar bormi yo'qmi? Yo'q. Yani mushabbah mishadi bormi yo'qmi? Ba. Biz hozir munofiqning gapini qilyapmiz. Xuddi munofiqlar hozir bardaklar. Yo, uni elib tashlayapmiz-da. Wal istarat inma tutla haythu yutwa zikrul mustar lahu. Demak, mushabbah chukka sitda, shunama mushabbahdir ashu biz so'zni ishlatmoqchi bo'lgan ashu munofiqlar. Mushabbah chukkasa istar bo'ldi. Yutwa degan yo'gilib ketdi, qatnib ketdi. Yani deyilmaylam, tilga ilinmaylam, qatnib ketdi to'xtaydi. Istarda. Wa yuj'alul kalamu khuluwan anhu. Yani khaliyan anhu da. So'zni ashu mushabbahdan xali qilib to'qnashadi. Yani munofiqning gapini qilmay turib, sumun bukum umyun degan bo'lsa, bu istar bo'ldi demakchi. Lekin bu yerda hum degan gap bor, shunama solihan yan yurad bihil manqul anhu wal manqul ilay. Demak, ash mushabbahni ilib tashlasak, xuddi asli ma'nosi bilan munofiqlar ikkisiga uning ishlatiladigan, buning ishlatiladigan bo'ldi. Shunama, endi qarinandan uning ishlatmabdi, ma'no ishlatib ko'rsatdi. Yani ikki tartib qoldi degandek. Asli haqiqiy ma'nosi bilan ma yutgan ma'nosi tartishdi deydi. Ikkining orada qoldi. Buning istarning fazligi mana shu yerda. Yani yurad bil manqul anhu wal manqul ilay. Demak, bu yerda munofiqlar maqsadmi munofiqlarga sumun bugun umyun degan o'qishtirayotgan-di.
Mishada hazır şunu o'qishtilyapti yoki shuning o'zi shu mo degan ikkining orada qolibdiq deydi. Lavla dalalatul hal, lekin biz hozir munofiqning gapini qilayotgan ekan, bu dalalatul hal gapning siyoqi, tizilib kirishi, nimani bildida yoki fahval kalami gapning siyoqi urami bu yerda nimani dalolat qildi. Manqul ma'nosini. Shunami? Bu munofiqlik hamda munofiqni o'qishtiribdi deb tushundik biz. Demek mishada bu teşbih balir istar emas. Çünkü istarda munofiqlikni hazf qilib ilmgan bo'lsa, bu joy istar o'tdi. Hozir munofiqning gapi bor. Undan bu teşbih balir. Fahum la yarjiun. Fa degan mishada shunga deymiz. Summun bugun umum bo'lgan ekan, ular la yarjiun degani qaytmaydi degan. Lekin bu qaytmaydi hamda nechil ma'noda tushunilmas. So'didan qaytmamdi yoki anda qayta hidayet qatmamdi, jiq qaytish var. Shunga ular sumun bugun umum bo'lg'achqa ular qaytmaydi. Unda qaytmaydini unda tafsirda la yauduna ila al-huda, hidayetga qaytmaydi. Demak hidayetni hamda buni setratdi. Ama belirtib azg'ullik qilgan ekan, qaytib kelib uni olmaydi dedi. Aw ani dalala yoki azg'ullikdan qaytmaydi, yanmaydi degan ma'noda. Ba'dan ishtarawha ağandan keyin litanawwu' ar-ruju' ila shay. Chunki bir narsa qaytishgan turli bo'ldi deydi. Hidayat qaytmaydi desak bu shudo, azg'ullikdan aqyanmaydi deganmi bo'ldi. Demak bir narsaga qaytish va bir narsadan qaytish va ba'anhu degani. Aw arada annahum bi manzilatil mutahayyirin alladhina baqaw jamidina fi makanihim la yabrahun. Joydan midilmay ching turganda, yani uyuq qolgan, ketib qolgan, tыңырqab, gangirab qolgan kishilarga o'xshash degan bo'lishi mumkin deydi. Ya'ni oldiga mashina uqmay, oldiga maymu, oqimga maymu deb qolmay gangirab, tыңырqab qolgan adamga o'xshatgan bo'lishi mumkin deydi. Shunda demakchi bo'lgan bo'lishi mumkin deydi. 19-oyat Aw kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatu va ra'du va barq. Sanallohu subhanahu va ta'ala fi sha'nihi. Allah Taala munofiqning ahvolini yana ikkinchi qatim bayon qilishda qayta bir misol urib dedi. Bir misol urib bo'ldi. O'tiqa bolla deyinib o'chab qoldi. Ikkinchi bir misollar texmo enib bayon qilyapti. Munofiqning ahvoli murakkab bo'lgandan keyin, bak ishniksiz bo'lgandan keyin buni 10 oyat bilan bayon qilyapti. Misol o'da, misolda ikkini o'ta bir namas. Ziyadatul kashf val idah texmo aniqlab berish. Yoki ularning misoli shunga o'xshaydi-ki, osmondan quyilgan yomg'irdak deydi. Uning ichida fi deganda osmondagi bulutlar yomg'irning ichida zulumatun va ra'dun va barqun. Xuddi uning ichida ham qorong'uliklar va ham shu ra'd degan nima guldirmama ovozi. Va chaqmoq. Oshnasi orlashib kelgan osmondan quyulayotgan yomg'irga o'xshaydi deydi. Yani bek dahshatli bunun ahvoli. Ve şebbehel munafiqina fi at-tamthil al-awwal bil mustawqid naran. Birinci misalda ot yaqab and imanni vallada bir yandırıp qaplam g'ach o'chab qolgan birisiga o'xshatdi deydi. Va qita intifai bi intifandar. Xuddi ot lappada o'chab qolsa foydalanmay qolgan odamdek u degan so'zdan foydalanmay qolganga o'xshatdi. Va huna shabbaha dinal islam bis sayyib. Islom dinini ma'ada quyulgan yomg'irga o'xshatdi. Sayyib degan qattiq tugilgan. Osmon quyatdi deymiz-ku. Endi quyatgan yomg'irni deydi. Li'annal qulub tahya bihi hayatal ard bil matar. Xuddi zimin yomg'ir bilan yashagandek dillamo islom dini bilan yashadi deydi. Va ma yata'allaqu bihi min shibhil kuffari biz zulumat. Yani onunda manda o'xshashlim bor edi. Kafirlarni qorong'ulikka o'xshatdi. Va ma fi uning ichida nimba qorong'ulikning ichida va'd, va'id bor edi. Bu nimaga o'xshaydi bo'lsa, guldirma bilan chaqmoqqa o'xshaydi. Va ma yusibuhum min al-afza' ularning beshiga keladigan dahshatlar, qo'rqinchlar, balo, musibatlar min jihati al-islam bis-sawa. Musulmonlar tarafidan, ahli islom tarafidan ash munofiqning beshiga keladigan balo, musibat, dahshatlar nimaga o'xshatildi? Sawa'iq. Sawa'iqni bunday emas. Ovozmi? Qattiq ovoz. Bu qattiq ovoz, lekin mishada bir narsa so'qadigan narsa. Vaqtni so'qablab behush qiladigan qattiq bir so'qashim. Tok so'qyapti deymiz-ku, chaqmoq so'qyapti degan gap shu. Sa'iqa degan nima aslida? Nima chiqishi mumkin? Wal ma'na aw kamathali. Yoki bu munofiqning misoli ma'noga o'xshaydi-ki, ma'no misoliga o'xshaydi demoqchi. Zawi saybin, jiq yomg'ir yog'dirilgan kishilardek
فحذف مثلا لدلالة العطف عليه أو deb atf qilgan ekan masalni qayta demisimi ma'lum bo'ldi deydi. Va zawi degani lidalat yaj'aluna alayhi. Yaj'alun degandan bir guruh kishilar var. Bu dalalat zawi degan so'zga mahzuf ba deb taqdir qildi. Val murad kamathali qaumin akhadatumus sama'u bi hadhihi sifa. Bu yerda maqsad osmon ularni oyinda ep ketgan, ya'ni halok qilib o'tgan bir qavmning misoliga o'xshaydi-ki, ularning sifati mana shunda. Osmon shunda ularni halok qilibdi, u osmondan ko'glikni ko'rdi dedi. Falaqu minha ma laqu. Ko'glikni ko'rdi. Fa hada tashbihu ashya'in bi ashya'. Demak bu tashbih tamthil, yani bir necha narsa o'xshatish iborat. Illa annahu lam yusarrih bi zikri al-mushabbahat. Lekin bu yerda mushabbahatni bayon qilmadi deydi. Kama sarah fi qawlihi wa ma yastawi al-a'ma wal-basir والذي آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. لمن مشاهد أعمى ولا بصير هذا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. لمن مشاهد إشكناس أخشت برناس أخشت شنما. لكن إشكالي تربنا بيان قلده. مشبه بين بيان قلده. لكن ما آياته برناس أخشت مشبه لانه بيان قمده. خد امرؤ القيس ماسوق أخششت كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. خد uçak kuşlarının yürekleri höl halatda ve kuruq halatda dedi. Kuşның aşı yürekini oxşatdı da. Lada vakrihal annabu, lada vakriha degan aşı kamirda, usta degan bo'ldi. Ustki kuşlarının aşı yürekleri nimaga o'xshaydi bo'lsa al annabga. Höl yüreke çılan o'xshaydi ekan. Qushninki yurekini chilan o'xshatadi. Annab degan chilanmi? Annab degan chilan. Wal hashaful bali. Anda quruq yurekincho Qomma. Quruq qomga. Lekin qomlarni odamdan nachar quruq qom. Alaqa go'sh yo'q, shu bir qattiqlanma. Xashakdan da odatda yig'ilmaydigan bir qoma, nachar qoma. Arab dunyosi chilan bormi shu vaqtda? Arab yerim aralının bazı diyarlarda bo'lishga. Shuni annab deb ism bormi? Bu jahiliyat shaharlardan imrat qilgan. Arab to'naydigan narsa. Qurib qolsa, nima o'xshaydi ekan? Qurib qolgan nachar qoma deydi. Cho'ng kichikligim shunday o'xshaydi-ku. Demak, bu yerda bir narsa o'xshatdi. Bal jabihi matwiyan zikru ala sunan istara. Demak, oyatda degan mushabbahatni ilib tashlayapti. Nima uchun istara? Istara bo'lgan ekan, ilib tashlayapti dedi. Va sahihu, lekin bu yerda bir narsa bunda o'xshamas. Yani mufrad bunda o'xshamas. Bu bir necha narsaning bir-biriga giralishib turgan bir kayfiyatga o'xshatadi. Teşbih temthili deymiz-ku. Ve sahne temthileyn min cümleti temthilat-ı murakkaba. Teşbih temthili bu oldu. Dun al-mufarrika, mufrad teşbih emas. Liannahu yetekallafu li wahidun. Bidayetimizde çıktı-ku. Vudu'un da bir sözünü çıkarıp tekrarlaş ibaresi çıktı-ku buna. Yetekallafu li wahidun şey'un yuqaddar şebahu bihi. Demek biz ayrım o'qish desek, xuddi Imrul Qays deganda o'lnimizni chilanqa quruq yurekini qoma o'xshatgandek, ma'munafning hozir mandan musulmonga o'xshatdi desak, o'sha ma'no o'qishma deb uning udullanadigan mislan bizdan bir terishimiz kerak. Yani tekalluf bor, avarchilik bor deydi. Demak, buni shabani biz aşağıda ko'z birishimiz kerak. Bayanu annal arab ta'khudhu ashya furada. Demak, bu tashbih tamthilidan iborat demakchi. Bunun bayoni shundaki arablar yalg'iz narsani bir-biridan ayrim holatdagi narsani elab lam ya'khudh hada bi hujrati dak. Demak, mavu aning ballig'i ilmgan degan. Demak, bir-biriga chetilmagan narsani ayrim dan narsani hamman elab qanday qildi? Fatushbihuha yaktushabbihuha binadairiha. Xuddi Imrul Qays degandek animanınğa yo'l yurakni chilanga, quruq yurakni quruq qoma o'xshatdi. Yani bir narsa o'xshatdi. Manda mı qiladi deydi. Imrul Qays qilgandek. Yana arablar yana manda qiladi deydi. Va tushabbihu kayfiyatan hasilatan min majmu' ashya qad tadammat va talaqib bir-biriga giralishib chetilib ketgan, chaplashib ketgan bir necha narsaninki bir kishidan hosil bo'lgan bir kayfiyat nima? Andan boshqa bir necha narsaning bir kishidan hosil bo'lgan kayfiyatga o'xshatadi deydi.
Kaqavli ta'ala masalladin humilat tawrat thumma lam yahmiluha. Yani bir narsani yutib keyin yutmagan. Demak, bu yerda bir kayfiyat asl bo'lsin, ama bir narsa qilib undan qilmagan degan. Fal murad tashbih al-yahud fi jahliha, o'zining nadonligi, bilimsizligi, dudlik ahvolini yahudilarning nimaga o'xshatadi? Bima ma'aha min at-tawrat. Demak, Tavratdagi bir hidoyatni teshib bor turib, uni qadrga yetmay, foydalanmay qolgan ahvolni eshakning ahvoliga o'xshatadi. Bima yahmil min asfar hikma. Eshakka masalan nurg'un hikmat, ilm, ma'rifatni o'z ichiga olgan kitoblarni yutib qo'yish qanday foydalanmaydi? Shunga o'xshatadi. Va tasawul halatan indahu min haml asfar al-hikma va haml ma siwaha min al-awqar. Demak, uning nisbatan ikki ahvol o'xshash. Odatda o'tan to'simi o'xshash, nurg'un ilm, ma'rifatni kitobning jujduvasi o'xshash. İşte evvel okşar. La şuru min dalik. Ona hiç kan tuymaydı böyle. İlla bima yamurru bidaffayhi. Fakat o işki beqindiga tekken narsalarni bildi. Tağa ya qo'ysin işki beqindiga tegsa, daffay degan işki beqini. Minal kaddi va taqdim, harg'illik, charchash, japandan tuni o boshqa ishki kitobmi, o'tanmi bilmaydi deydi. Ya'ni Yahudining ashunda ahvolni eshakning nimani juda olgan ahvoli o'xshatdi. Ya'ni murakkab bir ahvol, murakkab bir ahvol. Xuddi bu balog'atda mana misol berdi-ku, Bashar ibn Burdning ka'anna mataran naq'i fawqa ru'usina va asyafana laylun tahawa kawakib. Bizning beshimizda, ya'ni jang qilayotgan chaqda, bizning beshimizda qo'zg'algan to'pchanglar, onni qilishlarimiz, bizning beshimizdagi shunda uchayotgan cho'ng tuzan qilishlar nimaga o'xshaydi desa, ya'ni ashunning murakkab holati. Bir chang tuzan va uning yalt yaltirayotgan bir qilishli va mushu ahvolni nima bo'lsa laylun tahawa kawakib. Şuddalik yulduzlari xush qilib yerga tushib ketayotgan kechki qorong'ulik o'xshaydi. Demak, bu bir necha narsaning tarkib topgan bir ahvolni, bir necha narsaning tarkib topgan bir ahvolga o'xshaydi. Demak, bu murakkab tashbih tamthili degan shu. Bir ahvolni bir ahvolga, bir narsani bir narsaga emas. Kaqavlihi wadrib lahum matalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Mana bu mushunga o'xshaydi. Dunyo hayotining misoli desa, dunyo hayotining ayni munda bo'lganligida ozgina bizdan bog'liqdan keyin ayda yo'qolib ketib o'chib qolgan, so'lishib qolganlar emas, ha? Mushu nima kama'in anzalnahu minas sama. Biz osmondan tushirib, munda olib, munda qilgan, munda qancha murakkab bir ahvolga o'xshatadilar. Fal murad qillat baqa zahratu dunya. Demak, dunyoninki nazu ne'matlari, rahat parog'ati, zahratu dunya degan, mushu mal dunyosi, rahat parog'ati, yo'riqligi, ko'rkamligi degan bo'ldi. Zahra degan azardan uzoq, jamil azar degan, jamatul azardan nurana universiteti. Butun dunyoga nur chechib turgan universiteti. Ama zahratu dunya degan dunyoni yo'ritib turgan, Alloh pulliq qilib turgan narsalar. Shu mal va kaza. Kaqillati baqa'il qudar. Xuddan yeshil narsa qanchalik az muddat turmay turib bu sag'rab, qizarib va qarib qurib qoladi shuni, ama dunyo hayoti shunda. Bizdan vallada be ko'p turiblam keyin solib nima qiladigan gulga o'xshash. Fa tashbih kayfiyat bi kayfiyat. Demak, bu nurg'un narsalarning to'plashidan hosil bo'lgan bir ahvolni, nurg'un narsalarning to'plashida hosil bo'lgan bir ahvolga o'xshatadi. Fa amma an yurada tashbih al-afrad bil afrad. Hamda bir narsaga onda dana o'xshash kelsak deydi. G'ayru manutun ba'dha bi ba'd, manut degan bog'lanmagan ekan. G'ayru manut degan bog'langan. G'ayru manut degan bog'lanmagan holatda bunda desak, va masiruhu shay'an wahidan fala. Ya'ni uning oqibati bir narsaga berib taqiladigan bunda desak bu yerda emas. Ya'ni bu oyatdiksa mufradga o'xshashni emas deydi. فكذلك شنو o'xshashlar lamma wasafa wuqu'al munafiqina fi dalalatihim, munafiqninki azg'ulliqda inda pokka tushib ketishi, yiqilib tushishi deylar. Va ma khabatu fihi min al-hirat va ad-dakhsha, va ma khabatu fihi degan yiqilib tushgandan keyin jang usib solgan gap, azgal dastab soldi, ama bunda gangrab qalaymiqan dastab yiqilishi nimadan? Bunda gangrash, dahshat, hayronas qilish, tangirqashlarini shubbihat hiratuhum va shiddatul amri alayhim, ularningki gangrashlari, tangirqashlari va ularga bo'lgan beshiga kelgan kulfatning qattiqligi nimaga o'xshatildi desa, bima yukabidu man utfat naruhu ba'da iqada fi zulmatil layl. Kechining qorong'uligida chirig'i yo'ytilib, keyin lapida chirig'i o'chib qolgan odam
qanday gangrab qoladi, naq dasishini bilmay qolish, ama shuni o'xshatildi dedi. Yukabi degan qiynalotgan, kabat degan mashaqqa. Shunda kishiga o'xshatildi dedi. Va kadalika man akhadatu as-sama'u fil laylatil muzlima, shunga o'xshashlar qorong'u kechida osmon uni halok qilayotgan, akhada degan uni halok qilayotgan inson bo'lmoq. Qanday halok qilayotgansa guldirmama, chaqmoq va anda tok so'qotadigan, sa'i qilgan o'sha tok, nimadan asli chaqmoqda asilgan tokmish. Tok so'qotadigan, so'qot ya o'shadan ketadi yoki o'ladi. Chaqmoq so'qotadi. Demak, o'sha yerda so'qotadigan narsa bor. Shundan ansiraydi. Ashuna asla halok qilayotgan kishiga o'xshash dedi. Endi ikkinchi tamsil, ya'ni aw kasayyibin degan yoki mana o'xshaydi deb ikkinchi qatam misol berdi-ku. Ablag ikkinchisi bakrak kuchli, birinchisi qaraganda. Li'annahu nima uchun? Adalla ala farqil hira va shiddatil amr. Qattiq qiyin ahvolda qolganligi, tengirqashning bak ig'ir bo'lib ketganligini bakrak kuchli tushundirdi deydi. Dalolat qildi. Valida akhar. Shuna bu kuchli qo'ygandan keyin buni kerak ekan. Alqan boshda tuvandan qarab yuqoriga chiqamas degan. Balag'i uslubda. Shunga o'xshash mishadimiz shunda tadrijiy keldi deydi. Va hum yatadarrajuna fi mithli hada min al-ahwan ila al-aghlab. Va hum degan o'sha arablar. Arablar odatda so'z qilishda kichikdan cho'ngga, tuvandan yuqori qarab mangadi. Va atafa ahad at-tamthilayn ala al-akhar. Endi ikki misolni bir-biriga atf qildi-ku. Masalan, deb bo'lib aw kasayyibin أولا أطفق الدليل لأنها في أصلها لتساوي شيئين فسادا. Çünkü evinin aslen tigilme ya avu ya ma avu diyendek işkinası beraber. Beraberlikin bildirdi deydi. Fasaiden yani fasad saiden diyingen. İşkinası ya ki bir netçinasının. Kaparat netçinasına geldi. Fatahri raqaba avu kisvatuhum rozan. Şuna dedi. Ve şunasını sanadı mı? Ya üçlüsü beraber okşaş. Ya onu kıl ya bunu kıl ya bunu kıl. Demek iki ve onundan köp diyenge. Fasaiden diyen. Ve onundan yukarıya. Yukarılar asam oldu. Nasıl beraber ismi evun ekildi de. Fasaiden'nin nimesi? Asli tiginime fasad saiden. Ke kavlike jalisil hasene ev ibn Sirin. Hasan'dan da asasan buldu. İbn Sirin'dan da asasan bulaverdi ilişkisi okşaş diyende. Turide ennahuma siyani fistisvab en yücelse. Yani ondan dersilip, onun aldıda dersiliş oturaşının doğruluğunda ikisi beraber diyen buldu dedi. Siyan diyen beraber. Okşaş. Sava deyimiz o. ولا تطع منهم آثما أو كفورا أو كفورا دزغمنا آثما أو كفورا ulardan günahkargımı boysunma, yaman kapırgım boysunma dedi. Ya ki yaman kapır olsun, günahkar olsun, ulardan hiçbiri boysunma dedi. Ey el-athim vel-kafir siyan demek, günahkarlar olsun, kapır olsun, ikisi beraber dedi. Ulara boysunmaslıkta, asilik kılışta. Ular geçmedi demek ki. Fekede huna manahu demek, biyad mu evnin manası, enne keyfiyete kıssatul münafikin müşebbehe li keyfiyetey hateynil kıssateyn. Yani münafıkın ahvalına ya misal okşat, ağının ahvalları, o tekkadenge okşat, ya ki asmanın şikayem muğamında boğan ma ahvalı okşat, çıkısı beraber. Yani umut şudu, ma misalımız şudu demek ki. Lekin anda ma bakrak, jallıqraq ma. Beraber tang dedi. Şikil ise yani aşının okşatsan qamlışlıqalıqı beraber. Ki anda qaz bakrak ig'ir talaffuzlan deyildi ise ikincisi. Ve ennel qissatayn sawa'un fi istiqlal kull wahidatin minhuma bi wajhi tamthil. Demek ma'ni ayırmışın yalğız holatda okşatsanmı umbulardı. Ma'ni eklib yalğız holatda okşatsanmı bu muçuyurdu demek. Fa bi ayyatima mathaltaha fa anta musib. Qani o'xshatsan sen to'g'ri o'xshatgan bo'lsa. Va in mathaltaha bihima jami'an fakadalik. Ama ikkilisini tang aklab ikkili ahvolga o'xshatsan, ya'ni shu yerda deydi. Was-sayyibu al-matar alladhi yusawwabu. Sayyib degan ashu bak quyildigan degan bo'ldi. Bu bir siga mubolag'a va yanzil va yaqari tushadigan. As-sayyibning sig'isi nahwu shunaslar fa'al as-sayyib degan bo'ldi asli. Andan va'ni ya o'zgartirdik. Onda erkekten ayağı ötküdü dep bunu operatsiya qildi. Sayyib degan al-matarlari yusawwabu ay yanzilu va yaqa. Quyilib tushadigan yomg'ir degan bo'ldi. Va yuqalu sahabaydan sayyib aydan. Va yuqalu lis-sahabi sayyibun aydan. Bulutmi sayyib deyildi. O
yomg'ir tushiradigan narsa, quyitadigan narsa bo'lgan ekan, sayyib deyildi. Va tankiru sayyib aw kasayyibin deb nakira keltirdi. Li'annahu naw'un min al-matar shadidun ha'il. Shunda bir quyilib tushadigan yomg'irga bir qattiq yomg'ir deganman. Kama nukiratun nar fi tamthil awwal va inaqam. As-sama degan nima deydi? Sama degan al-mudilla deydi. Ya'ni bizning üstümüzde qaplab turgan narsa, shunami? Soy tushirib turgan. Yoki o'sha bulut demoqchi deydi. Samadan maqsad bulut deydi. Yani madallar sayanda shuni qaplab turgan degan bo'ldi, shunami? Mishada mudilla, mishada bulut yoki soy tushirib turgan bulut deyiladi. Zil tushirib turgan demoqchi. Wa anil Hasan annaha mawjun makfuf. Hasan degan kim? Hasan Basri. Al-Hasan desan Hasan Basri. Nimda tafsir qildi Hasan? Sama deganni mavjun makfufun. Makfuf degan kaffa deganlikqa to'xtatib qo'ydi. Bo'ldi qildi degan bo'ldi-ku. Makfuf degan to'xtatilgan. Shunda ham to'g'izib qo'yilgan degan bo'ldi. Mavj degan nimada do'lqinib tashlama. Xuddi mavj urib turgan bir suyuqlik ya do'lqinni g'ash to'xtatib qo'yib turganda xuddi osmondagi ajnimmi? Oshnasi mavjun makfuf deb tafsir qildi. Bu muallaqimda. Ashyolar es qo'yilgandek. Shunda ham to'xtatib qo'yilgan narsa. Tushmida Medilimda bundan turgan. Makfufni harbi qo'yib turgan. Uning shu ko'zi, ko'rish iqtidori to'xtatib qo'yilgan degan bo'ldi. Wal fa'idatu fi dhikri sama. Endi bu yerda osmonni tilga olishdagi foyda o'sha nima? Was-sayyib la yakun illa min sama. Osmon dedi. Endi sayyib degan to'kildi yomg'ir osmon bilan qo'yildi, shunami? Annahu ja'a bis-sama ma'rifatan. Osmonni ma'rifa keldi bu yerda. Bu yerda boshqa bir narsani ko'z tutmoqchi, bir alayli bir nimani bildirmoqchi deydi. Osmondan tushgan yomg'ir degan, osmondan demasa yomg'ir desa, osmondan tushgan bulut deydi. Fa'afada annahu g'amamun akhada bi afaq sama. Yani bu bir tal bulut, shunda bir yo'g'on bulutdan bütün osmonning u ufqdan bu ufqni qaplab ketgan bir parcha yo'g'onlan bulatgan. Shunda tushgandeklam deydi. Va nafa yakunu min sama'in ay min ufuqin wahid min bayn saraf. Ya osmondan ma bir bulutdan ya ma o'tirdan ayatun tushmadi bu. Bütün shunda vashida hammaga tam qo'ydi. Chunki odatda ham qo'yasam ya qo'yildim ya tushmaydi. Lekin bu hozir bütün hammaga vash quyilib ketgan yomg'ir o'xshaydi. Chunki osmonning har bir ufqi, yani bir tarafi, afaq degan nahiya degan bo'ldi. Har birisi bir osmon bo'ldi. Matarafga osmon bo'ldi. Tafit tarif nimamiş? As-sama degandagi ma'rifa kirishda mubalagha kama fi tankir sayyib va tarkibihi va bina'ihi. Mubalagha. As-sama degan bir butunlan bir bulutdak, bir butunlan bir bulutdan quyilsa tan quyildi-ku, yerimi quyilib, yerimi quyilmaydi. Agar bulut bo'lmasa quyilmaydi. Bir bulut olganki yomg'ir yog'sa, shundan hammaga tan shudir demakchi. Xuddi bu yerda as-samada mubalagha bo'ldi. Xuddi sayyib degandimi, nakira akilishdimi, shunda bir to'kilib ketgan ajoyib ko'p yomg'ir degandek, mubalagha. Endi tarkibidan mubalagha dedi. Tarkib binasi biz fay'al vaznida tuqishnaman. Xuddi faysal. Bunun bir mubalagha. Faysal degandek. Ma sig'idimi bir mubalagha dedi. Yani mubalagha qilgan nimaga ishiltimiz bunda sig'i chiqirimiz dedi. Va fi dalilun ala anna sahaba min as-sama'i yanhadiru. Bu yerda bir dalil bor dedi. Bana diqqat qilinglar. Ma tabiiyan o'qiganlar. Yani bulut osmondan ajrab chiqadi, asta tushadigan narsa deganligi dalil bor dedi. Suyni osmonda oladi debdi. Tamam? Bu yomg'irning suyi nereden keldi hozir tabiiyan parolab, qo'lab, aylanib, bana suvalib ushirgan chaqda qachchidan yig'ilib yomg'irlab to'ngab tushdi. Tamam? Shamol qo'zg'ab jamlaydi buni. Bu zamonlarda bunda tafsir qildi. Vaqila innahu ya'khudhu min al-bahr. Mana Mava hozir qilganimga tushdi ma. Dengizdan tafsirlikdan parolablam chiqdi. Chiqqandan keyin bunda bo'ldi. Bunda ham tafsir qilindi deydi. Burun gapida. Yani şu vaqtda aciz demek şey bo'lgan. Ya sen ajrab aciz ko'plikda. Osmondan tushdigan shuni ma deydi. Osmondan ajrab tushdi deb bunda shuni tarjih qildi. Wa yartafi'u zulumatun bil jari wal majrur. Fihi degan bog'i fihi bilan bu zulumat marfu olib ketdi. Xuddi nimadak bu fa'il deklamanda marfu olib ketdi. Jar va majrur mushada hozir bir fe'lni lozim qilib bilan uni bir taqdir qilgandek yakunu fihi zulumatun degandek, buningda zulumat buludu degandek. Ya'ni u qatqaviya likawnihi sifa li sayyib. Va sayyibning sifati fihi zulumatun degan. Sifat bo'lgandan keyin bu jallanib hozir xuddi bu yerda bir fe'l bordak, andan zulumatun buning fa'il deklam qilyapti. Bi xilaf ma law qulta ibtida'an fihi zulumatun.
Lekin dastlabdan da o fiilni taqdir qilmaylan fiil bo'lmasin desang, o chaqda unda fa'il bo'lanmaydi dedi. Albatta bunda bo'lash, fa'il bo'lash bo'lmaslikda Axfashdan Sibaviyning o'rtada ixtilof mavjud ekan. Vallohu a'lam bis-savob va ilayhil marji'u wal ma'ab. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.